Voh, Qorbobo-ku. O'g'llarimga olib bir xursandsan bo'lar ekan. Ya assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qorbobo kerakmi sizga? Necha pul chiqyapsiz? 100 ming so'mdan chiqaman. O'zi 200 ming so'm chiqardim, sizga mayli 100 ming so'm qilib beraman. Bu padarkalaringiz ham bormi? Bonus ichida bitta padarka sizga aylansin. Ha, mayli. Chiqing, bolalar xursand bo'lsin, chiqing. Cho'tki bo'ladi, majliq Ha, bo'lsin. chiqing. Yaxshimisiz? Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Baraka toping, lekin bayramni xudo xohlasa zo'r o'tkazamiz. Hozir bir 10 ta xonadonni cho'tki qilib o'tkazdim, o'zi ham bolalar ham xursand, hamma shu bor. Majliq qilasiz, majliq. Chu, Qorbobog'im oppoq deb qo'y. Shunaqa majliq qilyapti. Nima egasiz? Ham sasvordingiz-ku, chesno eganmiz. Bu tarafda. Savli chesno yedim. Chesno ko'proq chesno yedimi? Ha, nari qarab gapiringiz to'g'ri. Shuni derazani ochib qo'ying, o'sha qarab gapirib ketaverasiz. Bitta ochib qo'yinglar, odam tomonlab qolishi mumkin, tomonlab. Mana shu sasvordingiz boshini oching. Endi baylan salsal o'tirib, hozir xonadonlar kirganda 5 ta mamlakat olmaslik bo'lmaydi deb, hali savli salat aptasiga kirib chesno o'qib chesno. Sen chesno o'qiyapsiz, sen chesno. Qarab gapiringiz eshityapti. Qarab gapiryapsiz. Ya endi yaxshilab gaplashib ketamiz endi bayram bo'lgandan keyin. U hammaga yaxshilik qilib, olaverib shu. Oh my Olam sal bexlo bo'lib qoldi, bexlo. Hatta habbo'yingiz smash qoldirasiz. Kerak Qorbobo, uyga bormayman. Sas ketadi hozir. Ya unaqa men endi hozir siz noto'g'ri ish qildingiz. Rahmat. Qorbobo uzr, vaqtingizni oldim. Ishni qoldiraman siz, habbo'yim. 50 ming so'm berganing 50 ming so'mga roziman. Mana roziman, shu yerga olib qo'ydim. Shu yerda ko'p klient o'tadi. Shu yerda qoling, siz olib ketishadi. Habbo'yim. Ayba delegatsiyada Ya, mana klient o'tadi, hozir mashina o'tadi. Rahmat. Habbo'yim. lekin bayram kunida yaxshi ish qilmadingiz, yaxshi ish bo'lmadi. Qashib ketishlarni bo'pti. Lekin yaxshi ish qilmadingiz, lekin mana yaxshi ish qilmadingiz. Qo'rqib tushib qoldi qo'ling. Yaxshi ish bo'lmadi. Men bu yerda dalada qolmayman-ku, men qanaqa ketaman hozir. Evet. Tatlı.